Uyg'ur iqtisod professori va faoliyatchi Ilhom To'xtaga berilgan kishilik huquq mukofotiga Xitoy hukumatı norozilik bildirdi. Yevropa parlamentining fikr erkinligi qo'g'duvchilarga berilgan Sakharov mukofotining 2019-yillik Xitoy tarafidan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'ur faoliyatchi Ilhom To'xtaga berilgan edi. Bu vaqtda to'xtalgan Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying Yevropa ittifoqini Xitoyning ichki ishlariga hurmat qilishga chaqirdi va Yevropaning bo'lginchi va terrorchilarni mukofotlaganligini aybladi. Ilhom To'xta 2014-yilning 5-da qo'lga ilingan bo'lib, Xitoyning turli ayblashlaridan keyin muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan. Sharq Turkistonlik ikki qozoq Xitoy zulmidan qochib Qozog'istonga yetib keldi. Qozog'iston hukumati tomonidan bu ikki kishiga panohlik salohiyati berildi. Muragir Almoli va Kassar Musa Xaluli ismli ikki qozoq 29-oktyabr Qozog'iston soqchilarining qo'g'dishiga erishganligini va o'zlariga panoh olinish kimligi berilganligini bildirdi. 25 va 30 yoshlardagi bu ikki ko'chman 1-oktyabr Qozog'istonga kelgan bo'lib, 14-oktyabr bir axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Xitoyda uchirgan zulmlarni tonishtirgan edi. Xitoyning Hong Kong alayda ma'mur rayonining bosh ma'muri Carrie Lam bu yil yozdan buyon davomlashayotgan kollektiv namoyishlarning oxirlashi kerakligini ta'kidladi. O iqtisod va sayohatchilikka salbiy ta'sir ko'rsatgan bu voqealarning iqtisodiy buzg'unchilik xavfi olib kelganligini ogohlantirdi. O namoyishlarning shahar iqtisodiga salbiy ta'sir ko'rsatganligini bildirib mundoq dedi. Agar bu fasldagi o'sishmi oldingi fasldagidan oz bo'lsa, iqtisod orqama-orqa 2 qatim tushgan bo'ladi. U vaqtda turg'un holatga kirgan bo'lamiz. Bundaq bo'lganda 2019-yilda manfiy o'sishga duch kelamiz. Hong Kongda soqchilarning zo'ravonligi davomlashmoqda. Namoyishchilarning faoliyatlarini davomlashtirmoqda. Rossiya Tojikistonga taxminan 5 million dollarlik harbiy ashyo va qurol yordam qildi. Rossiya Mudofaa ministrligi axborot ishxonasi murosimining dushanbada o'rtaq xavfsizlik kelishimi tashkilotining a'zo davlatlarining birlikda olib borgan xizmatlaridan keyin o'tkazilganligini bildirdi. Tojikistonga berilgan harbiy aslahalar orasida davlat havo tavalligining qo'llanilishini tekshirish, nazorat qilish va kontrol qilishda ishlatiladigan bir radio stansiyasi va o'z tipi ichida zamonaviy saviyaga yetkazilgan BRDM 2 chorlash mashinalari bor. Yana bir tarafdan Xitoy Sharq Turkistonga yaqinligi sababli Tojikistonga alohida ahamiyat berdi. Xitoy ishg'oli ostidagi Sharq Turkiston chegarasiga bir necha kilometr keladigan Tojikiston Korno-Badaxshan rayonida Xitoyning harbiy bazasi borligi xabar qilingan edi. Amerika Mudofaa ministrligi bilan Lockheed Martin mudofaa shirkati F-35 urush aeroplallarini ishlab chiqarish uchun 34 milliard dollarlik kelishim tuzdi. 5 burchaklik binoda setib olish va asrash ishlariga mas'ul mudofaa ministri Ellen Lorid bilan o'rtaq axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan F-35 turining boshlig'i general Eric Fick bu kelishimning zakaz qilingan aeroplan soni va aeroplanlarning yakki bahosi nuqtasidan muhim bir qadam ekanligini aytdi. General Eric kelishim 478 aeroplan uchun imzolangan bo'lib, 34 milliard dollar qimmatida. Bu Amerika 3 armiyasi va xalqaro xaridorlarimiz uchun yasaladigan 351 dona F-35A, 86 dona F-35B va 41 dona F-35C aeroplanlarini o'z ichiga oladi dedi.